Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan izchil islohotlar, iqtisodiy barqarorlik va xalq farovonligini ta'minlash yo'lida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli loyihalar hayotimizning har bir jabhasida o'z samarasini bermoqda. Ayniqsa energetika va tabiiy gaz sohasida olib borilayotgan o'zgarishlar yangi davr, yangi tafakkur va yangicha yondashuv ifodasidir. Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan energetika xavfsizligi, aholini sifatli va uzluksiz energiya manbalari bilan ta'minlash hamda tabiiy gaz va elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilishga qaratilgan farmon va dasturlar soha rivojiga kuchli turtki bo'lmoqda. Bugun bu yo'nalishlarda butun respublika miqyosida, jumladan Navoiy shahri hamda Navbahor tumanida ham sezilarli o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Zero barqaror energiya ta'minoti bu nafaqat ishlab chiqarishning, balki har bir xonadon tinchligi va farovonligining kafolatidir. Shuning uchun ham har bir soha vakili, har bir tizim xodimi bu yo'nalishdagi mas'uliyatni chuqur his etgan holda faoliyat yuritmoqda. Yil davomida Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Navoiy hududiy filiali tomonidan aholiga va ijtimoiy soha obyektlariga sifatli uzluksiz elektr energiyasini yetkazib berish borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirildi. Mavsumiy sharoitdan qat'iy nazar har bir iste'molchining uyi yorug', tashkilot hamda muassasalarda ishlab chiqarish jarayonlari to'xtovsiz bo'lishi uchun tizim muntazam takomillashtirilmoqda. Navoiy shahar elektr ta'minoti korxonasida hozirgi kunda 754 km 0.460 kV havo elektr uzatish tarmoqlari hamda kabel tarmoqlari mavjud bo'lib, 758 ta transformator punktlari orqali 66 ming abonentlarga, iste'molchilarga elektr energiya yetkazib kelinmoqda. Hozirgi kunda kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish uchun rejalar belgilab olingan. Shu rejalar asosida 100% qilingan 0.460 kV kabel tarmoqlarimiz va havo elektr uzatish tarmoqlarimiz 100% ta'mirlangan. Bundan tashqari 46 ta transformator punktlarimiz ham hozirgi kunda ta'mirlash ishlari yakunlangan. Kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish uchun Navoiy shahar elektr ta'minoti korxonasi tomonidan tunu kun navbatchilik qismi shakllantirilgan bo'lib, Navoiy shahar elektr ta'minoti korxonasi tomonidan 7 ta brigada shakllantirilgan. Ushbu 7 ta brigadaga 28 ta xodim, 7 ta texnika va 2 ta maxsus texnikalar ham jalb etilgan. Bundan tashqari kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish uchun zaxirasi ham yaratilgan. 4 dona transformatorlar zaxirasi yaratilgan. 2 km kabel tarmog'imiz yaratilgan. Havo elektr uzatish tarmog'i bo'yicha temir beton tayanchlarimiz ajratilib, hozirgi kunda transformator yog'lar hammasi zaxirasi ajratilgan. Avariyli holatlar bo'yicha biz tayyormiz. Kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish bo'yicha navbatchilik qismimiz tunu kun navbatchilik o'taydi. Bizga tushgan har bitta murojaatlar o'z vaqtida va tezkorlik bilan bartaraf etish choralari ko'riladi. Viloyat prokuraturasi hamkorligida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik doirasida elektr tarmoqlarini yangilash, eskirgan simyog'ochlarni almashtirish, transformator punktlarini ta'mirlash, zaxira quvvat manbalarini tayyor holatga keltirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari aholi va korxonalarda elektr energiyasini tejash, undan oqilona foydalanish bo'yicha ham targ'ibot, tashviqot ishlari olib borildi. Bugungi kunda Navbahor tumanida 1486 km havo elektr uzatish tarmog'i mavjud bo'lib, 476 ta transformator punktimiz bor. 2025-26 yil kuz-qish mavsumi tayyorgarlik maqsadida 528 ta transformator punktimiz joriy va mukammal ta'mirlandi. 563 km havo elektr uzatish tarmoqlarimiz joriy va mukammal ta'mirdan to'liq chiqdi. Bugungi kunda elektr ta'minotini ta'minlash maqsadida bizga kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish maqsadida bir qancha zaxiralarimiz mavjud. Shundan bugungi kunda 22 ta temir beton ustunimiz, 3 ta transformator punktimiz, undan tashqari 70 turdagi elektr jihozlari bizga zaxira yaratilgan. 3 km havo elektr uzatish tarmog'i, muhtamiz, 300 kilodan ziyod transformator moy saqlanmoqda. Bugun 2025-26 yil kuz-qish mavsumini zaxiralari yaratilgan. Kuz-qish mavsumida talofatlarni tez bartaraf qilish choralari ko'ringan. Undan tashqari bizga o'sha kuz-qish mavsumi bo'yicha qo'shimcha 6 ta brigada tashkil qilingan. Maxsus avariya brigadalari to'liq tayyor holatda, zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlangan. Har bir xonadon, har bir obyektda barqaror energiya yetkazish bu xizmat majburiyati bilan bir qatorda xalq ishonchini oqlash yo'lidagi sharafli burchdir. Mana bugun Navbahor tumani Beshrot mahallasida 15 ta transformator mavjud.
Shunda mana bugun 240 transformator joriy ta'mirlash, mo'y quyish, germetik qilish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Buning natijasida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik. Mana yomg'irlarda, qorlarda avariyaning o'tishini oldini olish maqsadida navbatdan tashqari ko'rikdan o'tkazamiz. Albatta bu ishlarimizning samarasi qish kunlarida aholini elektr energiya bilan ta'minlashga albatta yordam beradi. Bizda asosan dispetcherlik xizmatining asosiy vazifalaridan biri bu aholiga uzluksiz elektr energiyani yetkazib berish, avariya holatlar sodir bo'lgan vaqtda o'sha avariyalarni tezda bartaraf etish choralarini ko'rishdan iborat. Bizda hozir elektr energiyasi bo'yicha har xil murojaatlar kelib tushadi. Aholida uzilishlar bo'ladi yoki transformator punktlarimizda har xil uzilishlar bo'lib qolishi mumkin. O'shalarni biz bartaraf qilish uchun bizda dispetcherlik guruhi asosan shu uchun tashkil qilingan. Ma'lumotlar olingandan keyin biz shu ma'lumot bo'yicha ularga topshiriq beramiz. Va shu yo'nalish bo'yicha ular olingan ma'lumot bo'yicha joyiga borib, o'sha ishni iloji boricha tezlikda bartaraf qilib, o'sha xalqimizga energiyani yetkazib berish choralarini ko'ramiz. Hozirgi kunda bizda juda qulayliklarimiz yaratilgan, juda ham yaxshi. Mana shinamgina xonalardan iborat, dam olish xonalarimiz bor, ovqatlanish sharoitlarimiz bor. Bundan tashqari o'sha aholi iste'molchilarda uzilishlar bo'lgan vaqtda bizda onlayn rejim ishlab turibdi. O'sha mana rejim asosida bizlar o'tirgan joyimizda ham o'sha qayerda uzilish bo'lish holatlarini bilishimiz mumkin. Qish mavsumida yuklamalar oshib ketish ehtimollari juda ko'payadi. O'sha yuklamalar oshib ketishini oldini olish uchun bizlar kecha-yu kunduz xodimlar ajratilgan. Qishki mavsumda bizda qo'shimcha brigada, qo'shimcha avtomashina, qo'shimcha ish qurollari ajratiladi. Ana shu ajratilgan ish qurollari evaziga bizlar shu ishlarimizni tezroq bartaraf qilish, o'sha xalqimiz sovuqda qolib ketmasligi uchun ularni tezroq energiya bilan ta'minlash choralarini ko'ramiz. Bu bo'yicha bizda hamma narsa yetarli, o'zgarishlar juda ham katta. Shu uchun mana yangi transformator punktlari qurilyapti. O'sha mana yuklamalarni kamaytirish maqsadida qo'shimcha liniyalar, kabel, seprovodlar tortilyapti. Juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Har bir energiya, har bir yoqilgan chiroq ortida fidoyilik, mas'uliyat va mehr bor. Ana shunday fidoyi insonlar mehnati tufayli bugun yurtimiz tinch, har bir xonadon issiq va yorug'dir.